Tarixi qo'lda ushlash mumkin desam ishonasizlarmi? Bizada Madgerayni ordeni, buni ko'pchilik o'rtasini tillamas deb o'ylashadi. Bir xil bo'lsa so'rashadi, tillami, tillamasmi? Kelinglar, sizlar bilan shuni tekshiramiz hozir. Xo'p, bizda spektr apparatimiz bor, unda tekshiramiz. Buni o'rtasi men ko'pchilikka aytaman, bu tilla deyman, lekin ko'pchilik o'ylashadi tillamas deb. Xo'p, sizlar bilan hozir aniqlashtiramiz. Bizga 30 sekund vaqt kerak, ungacha men sizlarga zo'r narsa aytaman. Bu ordenni oldinlari 10 ta odam, ya'ni 10 ta bolani tug'gan yoki 10 ta bolani tarbiyalab o'stirgan onaga berilgan bu. Oldinlari SSR paytida. Buni ko'pchilik tilla hisobida sotib olmoqchi bo'ladi. Bilib olganlar bo'lsa tilla hisobida sotib oladi. Lekin bizda tilla hisobida emas, ham tilla hisobida, ham antikvar hisobida sotib olamiz. Sizlarda bo'lsa olib kelinglar, biz xudo xohlasa sizlardan ham sotib olamiz. Xo'p, kelinglar, bizda tekshirib bo'ldi. Buni probasi hozir mana shu bizda kelib chiqadi. 947.8, ya'ni 950 proba. Xullas, bizda Madgerayning o'rtadagi yulduzi tilla bo'lib chiqdi. Agarda sizlarda ham shunaqa ordenlar bo'lsa yoki shunga o'xshash ordenlar bo'lsa, bizga tashlasanglar bo'ladi. Bemalol, xudo xolasa tekshirib, o'zimiz chiroyli narxda olib qolamiz. Hammaga kattakon rahmat.